Endi qarang, ana shu holatga kelib turib, men mana shuni shunday qilib solsam, 800 gram. Birinchi kelgan molga 200 kilodan tepasiga 3 ga saberaman. 3.3. Mana shundan 3.3 berasiz. Ha. 3.3 4 gram deyilgan, sotkasi bor molga 5 gram. Misol uchun men 3 oy boqib 2,5 million foyda ko'rmasam faqqim kelmaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, Ozodbek o'z kanalining qadrli obunachilari hamda mehmonlari. Bugun Xudo xolasa 2024-yil 6-avgust sanasida Xudo xolasa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur qishloq Sariq qishlog'ida Usmonjon akamizni Xudo xolasa mol firmalariga tashrif buyurdik. Bularda Xudo xolasa kommentariyalarda bularda 3-4 ta videolarni ko'rib, Xudo xolasa siz berilayotgan savollarga to'laqonli javob olish uchun mana akamizni mol firmalariga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Usmonjon aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Tuzukmisiz? Rahmat. Ishlar bilan charchamayapsizmi? Hamma yaxshimi? Xudoga shukr, Xudoga shukr. Aka, chorvangizga baraka. Rahmat. Xudo xolasa sizni 5-4 ta videolaringizni ko'rdik. Blogerlarda nima desa bo'ladi? Ularda o'qilgan kommentariyalarda o'qidik, boshqa qildik. O'shaning uchun bizga ham Xudo xolasa ruxsat berganingiz uchun sizga mingdan bir tashakkurnoma bildirib qolamiz-da. Xudo xolasa o'sha kommentariyalarda ba'zi bir savollarga javob olgani, o'sha javoblarni to'ldirgani Xudo xolasa siz oldingizga keldi ekan. Xalqimizga foydasi tegya turganimizdan xursandmiz. Yashang. Siz ham mana shu bizni xalqimizning odamisiz. Gap yo'q. Xizmat bo'lsa, har doim tayyormiz. Inshaalloh. Xalqimizdan qo'limizdan kelgancha bilganimizni sizlarga yetkazib, bilmaganimizni endi kamini sizlardan olib to'ldirib yashaymiz-da. Hamma bir-biri uchun yashash kerak. Gap yo'q aka, joningiz omon bo'lsin. Shu bu nima qo'limizdan kelgan ekan yordam beryapmiz. Qo'limizdan kelmasa uzr deymiz, qo'yamiz. Hammamizga ham yaxshi bo'lsin, barakamiz. Yaxshi bo'lsin, barakasini beraversin. Agar Xudo xolasa endi bugungi syomkamizni Xudo xolasa molni qanday qilib yemlash, bundan qanday daromad olish, Xudo xolasa bular haqidagi to'liq ma'lumotlarni va o'sha boshida aytib o'tib ketganimdek kommentariyada o'qilgan savollarga bir chiroyli javoblarni eshitgani keldik Xudo xolasa. Xudo xolasa. O'zi men ham chiqarishga o'zmasdim o'sha kommentariyani har zamonda bir o'qib qiziqib ruxsat berib berdim sizga. Yashang, joningiz omon bo'lsin. So'kkani ham bor, ammo hammadan Alloh rozi bo'lsin. Otangga rahmat degani juda ko'p. Juda ko'p, to'g'ri aytasiz. Yaxshi, to'g'ri fikrlar oldim deganlari ham ko'p. Yashang. Aka to'yga hayvon boqada qandim, bitta hektar degan savollar ham ko'p. Yashang. O'shalarni o'qib chiqib kuni bekarchilik bo'lib qolgan kuni, dam olish kuni o'shanga ruxsat berdim. Rahmat aytganlardan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Aytganlaridan ham Alloh rozi bo'lsin. Ikkita so'kkani ham bor ekan. Joningiz omon bo'lsin. Hammani barakasini bersin. Yashang. Hamma nimaiki niyat qilyapti bo'lsa, niyatiga Allohning o'zi yetkazaversin. Aytganingiz kelsin. Xudo xolasa bugunga bu yerda inshaalloh chiroyli ma'lumotlarni olamiz sizdan. Yeb ichishlari, rejimlari, bularga Xudo xolasa qaysi vaqtda nimalar berishimiz, Xudo xolasa hammasini to'laqonli yoritamiz degan umiddamiz. Inshaalloh Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bir chekkadan tushuntirib qo'yaveramiz. Yashang. Tushuntirib chiqamiz. Tushuntirib chiqamiz. Hozir haligi rosa qarayotgan vaqtimizga to'g'ri kelib qoldi. Ha, yo'q. Shogirdlarga, she'rlarga salalik berayim deb, o'sha sal kalla aqaba qilib turibdi. Ha. Bunisi odam, bunisi ba'da bo'layotganiga. Gap. Ish vaqtimiz bor. Ish vaqtiga to'g'ri kelib qolibmiz endi. Mayli. Hop. Endi nimadan boshlaymiz aka? Xudo xolasa siz nima desa bo'ladi? Tajribaga ega, o'ziga yarasha Xudo xolasa ma'lumotlarga ega insonlardan birisiz. Endi bularda birinchi o'rinda misol uchun qanaqa mollar bu yerda, bu mollar haqidagi misol uchun siz sog'in sigirlarmi yo go'sht yo'nalishidagimi, shularning ma'lumotlarini berib o'tsak birinchi o'rindagi. Undan kelganicha Xudo xolasa deydi, endi birinchi boshlaydiganimiz insonlarimiz uchun, xalqimiz uchun tushunarli qilib ketaylik. Yashang. Birinchi o'rinda mana hayvonni olayotganda e'tibor. Olayotganda. Har xil bo'ladi. Amali ham nafsi bor. To'g'ri aytasiz. Bu bozorda turgan odamga ham bunday bir qarab, molni birinchi o'rinda biz aytayotgan foydani olish uchun birinchi o'rinda molni ham olayotganda ham sal e'tibor berish kerak. Yonidagi nimaga ham qarash kerak, savdoga ham, boshqaga ham. Endi odam ahmoq emas. To'g'ri. Imkon qadar hayvonni bozordan chiqib ketmay, chiroyli bir u ham foyda qilsin sotayotgan ham, lekin haddan tashqari emas, insofliroq bo'lib,
Gap. Sal mana shu olishda e'tibor berilsa, ana undan keyingi qolgan masala kelib o'zimizda qoladi-da. To'g'ri. Sizni foydangizni bozorda sotayotgan odam olib qo'ysa ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Nimaki 3 oy boqib yopishsangiz, foyda chiqmasa unda misol uchun 3 oy umr ketdi deganida. To'g'ri aytasiz. Kimnidir tirikchiligi sotayotganlarga misol bersa, olayotganlarga. Olayotganlarga. Olayotganlar ham jay haligi misol uchun 8 millionlik moliga 6 million bermasdan. Hamma chiroyli muomala, to'g'ri muomala qilaversa, yaxshi bo'laveradi. Inshaalloh. Rizq Allohdan. Rizq Men Allohdan. olib kelishim kerak deb yugurgan bilan bergan deymiz. To'g'ri aytasiz. Mana shu hayvonni 5 millionga olib kelib qo'ygan bo'lsak ham 3 oy boqsak 5 millionga sotib qo'yishimiz ham mumkin. Chunki To'g'ri bizga bergan niyalarimiz bo'ladi. Yashang. Buni haligi men zo'rman, men olishda eplayman, men sotishda eplayman, men yemlashda eplayman. Hech kim ishlamaydi. Hammamiznikini yozib qo'ygan o'shani qilyapmiz. Joningiz Faqat o'shani qilyapmiz. Bo'ldi. Olishda hushyorroq bo'lib, sal ziyroqroq bo'lib olinsa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Inshaalloh. Keyin kommentariyada o'qidim, men o'zim o'sha savollarga javob berib ketaman video davomida. Yashang. Mana shu ukamizni rivojlanishi uchun Inshaalloh. mana shunaqa videolarni ko'p eshitib turish uchun, o'ziga yarasha xulosa chiqarib olish uchun mana shu ukamizga obuna bo'lib, chiroyli bo'lib laykini bosib, obzorimi shunaqalarni qilib qo'ysalaring, mana shunaqa yangi videolarimizni ko'rib turasizlar inshaalloh. Xudo xolasa. Xo'p. Savol shuki, narigi videoyimizda kommentariyani o'qigan savolimda bir akamiz to'yga bitta olib o'sha to'yimga boqada qandim, foyda qilaman dedi. Aka Xudo xolasa foyda qiladi. Xudo xolasa. Yaxshi, ikkita o'sha to'yimizga mo'ljallab arig'ini olib, to'yimizgacha boqib o'sha 2-3 oy to'yimiz mana shunday o'tkazdiradi. Sizga go'sht rasa tushsa 45 ming atrofida tushadi. Lekin to'yda tayyorini olaman desangiz, kamida 65 mingni olasiz. Aka savolingizni iminni o'qiganim uchun to'y qilaman degan uchun mana shu savolni aka uchun aytyapman. Yashang, joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa buni to'ychilar yaxshi bo'ladi. Tayyorini misol uchun men 3 oy boqib 2,5 million foyda ko'rmasam sotqim kelmaydi. Chunki to'y bu molga 7 milliondir, 8 milliondir. Kamiga kelgan 1,5 million yedirishim kerak. Oyga 5 million atrofida ketyapti. Hozir ustiga to'ksam qimmatroq ham tushib qolyapti. Avvalda 9 millionga aylanyapti. Molim ichi bo'lsa 11,5 million pul bo'lmasa menga foyda chiqmaydi. To'g'ri. O'ylasizda mana shu mol 7 millionga aytib o'zlari 1,5 million sarf qilsa 8 million, 8,5 millionga tushsa, bu molni so'yib olsalar 150 kilo, 140 kilo yuk qiladi. To'g'ri. Mana shu mol. Mana shu mol. 60 kilo ham qiladi. Lekin quruq berib olsalar. Endi 150 kilo yukni berganda ham 8,5 millionga sarfdan qo'l olsalar to'ylarga chiroyli bo'ladi. Xudo xolasa. Joningiz. Inshaalloh, hop yangi savollardan shuki, obunachilar yangi ish boshlayotganlar inshaalloh mollarni sal unaqa suyagi kattalariga shifozobondan suyagi kattalari to'g'ri to'rayga o'tib ketib qolyapti, yetilishi hozirgi hadovoy zo'ri chiqadi qani. Mana shu standart, mana ko'rsating videoda. Mana shu standart, Xudo xolasa hozirga biza nima desa bo'ladi? Yetilishga tayyor bo'ladigan hozirgi standartdagilar mana shular. Standartdagilar demak mana shular. Mana Xudo xolasa obunachilar. Oldingi videoyimdagi hayvonlar katta mollar bo'lgan, managa oraga sig'may yotuvdi. Ular mana bir oycha bo'ldi, narigi ukamiz kelganiga chiqib ketdi, hammasi qolmadi, bir qator chiqazdi. Chiqazdi. Bular yangi o'sha aytgan gapimiz bo'ldi. Ko'pchilik uni foyda qilmayapti deyapti, lekin asosiy masala o'tkazayotganman shu molni kelgandan keyin rejimga olib olish bo'ladi. Rejimga olib olish kerak. To'g'ri. Bitta ba'zi bir ko'rlar bor. Mana baqa kelsangiz ko'rsataman. Mana shu hayvonda mana mana badanida mana ko'rinadimi videoda endi bilmayman. Xudo xolasa. Mana chisotka degan narsa bor. Bu molda chisotka bilan kelgan, juni to'kiladi, mol yalanaveradi, chaqa ham bo'lib ketadi kerak bo'lsa. Molni olib keldingizmi? Olib keldingiz. Mana shu yalanganlar mana jun mana narigi mol qoldi, o'zi videoda ham ko'rinsa kerak. Bu mol qo'rqmanda bu kasallik bo'lib biraligi emas. Molni olib keldingizmi har qanday vaziyatda ham molni olib kelib, yangi olib kelingan kun 2-3 kun sinovdan o'tkaziladi, yedishisini, egasi bilan gaplashiladi, bir hafta yedishisiga qaraladigan bo'lgan vaziyatimiz. Shunday olib kelindimi? Sinovimizdan o'tib bo'ldi sizga. Sizga qoldi bo'lgandan keyin mana Ivermek degan dori turibdi. Ivermek. Gollandiyani dorisi. Mana shuni akalar hamma yaxshi 100 grammini 75 mingga beradi. 100 grammini. Mana shu mol 200 kilo tirik vazn.
Tirik vazni 200 kilo. Tirik vazni 200 kilo mana shu Hop. hozir. Shu molga 4 gram. Mana chisotka deya turganim juni to'kilyapti, qashinyapti ana. Mana shunga 4 gram deyilgan, chisotkasi bor molga 5 gram, 200 kilo yukka 5 gramda qilinadi. Shu bugun mana seshanba kuni qilinsa, yanagi seshanba kuni yana 5 gramda qilasiz. Bu mol bu chisotkadan Qutuladi. Bir haftada demak, bir haftada paftori. Paftori bir hafta davom etadi. Bu paftorini bir haftada qilmasangiz foydasi bo'lmaydi. Endi shunda bu narsani yana qulay zo'r tomonlar. Men bu dori umuman men aloqam yo'q. Bu chetda dorisi. Lekin bu narsada ko'p foyda ko'rganmiz. Sababi bu dori hozir issiq. Chisotkani yo'qotadi. Kana bitni yo'qotadi. Teri ostidagi parazitlarni yo'qotadi. Buni xususiyati. Kamiga molni sona, kana chaqmagandan keyin molni siqlamaydi. 90% hayvon yozda sona orqali, kana orqali siqlaydi. Sona shunday narsaki chaqadi o'rniga narsa qo'yadi. Kana shunday narsaki chaqib ichiga aborot qiladi. Aborot qiladi, to'g'ri. Bu kana orqali aylanib o'tgan qon molni qonini buzatda siqlatadi. Mana shu dorida shu kana buyuk parazitlar o'ladi. Kana sona kelmaganini hisobiga hayvon 90% ga siqlamaydi. Mana ko'rsating, mana shundan quyosh o'tadi mana. Mana. Peshonamiz o'tadi. Peshonadan o'tadi. Ana shu molni old oyog'idan bir qarich bag'gacha olib tushib turadi. Mana bu tarafi abitdan keldi. Bu tarafga u abitdan kelib bo'lmish shu. Shunaqa. Lekin mana shu yerdan hali bitta molni siqlagani yo'q. Sababi molni olib keldingizmi birinchi masalada. 2-3 kun o'sha bir hafta sinovni qilib, rejimga olib turasiz. Egasi mol yaxshi yeb ichib berdimi, bo'ldi. Mana uni olib kelasizda 50 kilo tirik vaznga 1 gramdan deyilgan hayvoningizga qaraverasiz. 200 kilosi 4, 300 kilosi 6, 1 tonna bo'lsa o'shanga qarab, mana shuni qilinglar. Bunda foyda ko'p. Yashang. Keyin yana bitta savolni eshitib qoldim-da. Haligi oltin gugurt haqida ham bir ma'lumot berib ketgan ekansiz. Mana shu videomizda haqiqatdan oltin gugurtni biz bu oltin gugurt degan narsa oddiy dehqonchilikda ishlatiladigan narsa. Dalada ishlaydi. Bu oltin gugurt aptekalar to'g'ri kelmaydi, foizi kam bo'ladi. Dala fermerda olinadi u narsani. U narsani biz sinab ko'rganimiz, biz anchadan boqqanimizda bu hayvonda u narsa bilindi. Bu bitdi, ya kanani, ya molda issiqlashini, ya jigar qurtiniki emas. U narsa mol mana 6 kurakda o'tgan molda 6 kurak. Masalan, 4 yil, 5 yil yashagan mollar keladi bizga. Mana shu mollarda bo'ladigan ichak qurti bo'ladi. Ichak qurti. O'sha birinchi videomda Sardor blogerda hamma ko'rgan buni, ko'rsatganman sariq moldan tushayotganini. Mana shuncha bo'ladi bu narsa. Mana shu yerda, ekirdi. Yangi tushganiga javob ko'rsatib qo'yganman o'sha bolani chaqirib kelib. Yashang. U ichak qurti bu yosh bo'zaklarga ko'pchilik telefon qildi, o'shanda yosh bo'zakka berilmaydi. Buqa 1 yashar, 2 yashar buqachalarga ho'kiz deydi, mana Xorazm tomonlarda ho'kizlar 1 yashar, 2 yashar hayvonlarda yo'q u narsa. Uni yaxshi o'ylasa, u narsa o'sha 4 yil, 5 yil yashagan mollarda bo'ladi. Shu mollarga endi bunaqa 6 kilo, 8 kilo mol bunaqa sigir olib kelib yemlayman deyishgan bo'lsa, shuni haligi aytgan vermegimni qilib olib, bir hafta o'tkazib, paftorni ham qilib turib, keyin 5-6 kun o'tgandan keyin tirik vazn 200 kilodan balandiga katta osh qoshiqda shunday to'ldiribdi, shunday sila qilib bir qoshiq. 200 dan pastiga kichkina choy qoshiq borku, shakar qoshiq. O'shanda bir qoshiq. 200 dan tevasiga katta qoshiqda bir qoshiq, ammo sila bo'lish kerak. Uni bunday qilib davoq qilib qo'yilmaydi. Undan pastiga gavda. Masalan, o'zi 6 yashar mol, lekin gavdasi past 200 kilodan past molga kichkina qoshiqda berilsin. Choy qoshiqi. Sababi. Katta qoshiqda siladan ko'paytirsangiz, katta 200 kilodan tepa bo'lsa ham jigariga nagruska olib keladi bu narsa. U ichakdagi qurt bekarga tushayotgani yo'q, bu narsa zaharligi uchun tushyapti. Endi qarang, hop kichkinaga ham. Uzog'i eng ko'pi 10 kun beriladi xolos. 10 kun. 10 kundan oshirsangiz ishtahalarini bo'g'ib, o'sha jigarlarga nagruska, bir molni kasallantirib qo'ymaydi-yu. Xullas u bo'lmaydi, nagruska bo'lmaydi. Yangi tuqqan mollarga o'pshi bo'lmaydi, bo'g'oz mollarga umuman bo'lmaydi. Bo'g'oz mollarga bizga qisir deb sotadi-da buni. Qisir deb sotgan, biz olib kelib uni qisir deb bilamiz. Shunda berganimda bir 5 ta 10 ta bo'ldi, bola tashladi. Sababi uni men bo'g'ozini bilganimda bermasdim. Lekin qisir degan, endi qisir deb berganimda bola tashlab qo'ydi. U bo'g'oz molni bolasini tushirib qo'yadi.
Tushunarli. Yangi tuqqan molda organizmi bo'sh turadi. Ha, Berilmasa, qirqi chiqqandan keyin bu semirtirish ham emas, shunaqa parazit, ichakda qurtni tushirish uchun uni 10 kun mobaynida berilsa, o'zi ichida qurti bo'lsa 10 kunda tushib bo'ladi. Bo'lmasa, tushmaydi o'zi. 5 kun 6 kunda tushishni boshlaydi. Yaxshi tushib olishgan bo'lsa bo'ldi. tushunarli. Keyin kommentariyada savollar tushibdi. Qiziq, ana oq shlanka nima deb. Ha, mana tepadagi. Suv beramizmi? O'sha bozor, chorva bozoridagi videomizga tushibdi. Bu suv taqirda bersalar ham bo'laveradi, ham yurtlar bemalol. Lekin bizda hayvon ko'pligi uchun, 30-35 talik uchun qulay bo'lsin deb buni men o'zim montaj qilib turganman o'g'riga. O'zingiz qilgan ekansiz. Bo'yi yetmasin, ochib yo'vormasin deb. Managa kreynik qilib olganman. Hamma o'g'rimga moslab olganman. Asli qimmat tushmaydi bu ham, endi prosta qiziqqanlar bo'lsa, qilsa bo'laveradi. Faqat kreynikda molni bo'yi yetmaydi qaya, o'g'irni bu taraflari. Bo'lmasa bu yaqinga qilib qo'ysangiz mol yalab netib ochib qo'yapsiz-da. Ochib qo'yasiz. To'g'ri aytasiz. Bu 70 daqiqa qilib oldim, qo'limizdan kelgan narsa uchun o'zimiz qilib oldik. Bu qulaylik buning uchun. Qulaylik. Taqirda bersalar, savnigilarni beringlar shu. Suv bering. Tek joningiz. Bu hozir demak tushib mana oxirimizda icharkan ekanda. Bu bizniki endi taqirlab shuncha hayvonni qiynalamiz-da, shuning uchun. Suvni yemni beramiz, yeb bo'lsa buni ochaman, suvni ichadi, bitta qo'yib oxirida teshik bor, qopqog'im bor. Qopqog'i. Olaman, suv chiqib ketadi. Tushunarli. Qulaylik. O'zim uchun, misol uchun 2 soat ishlamayman, 30 ta mol ichida yarim soatda chiqib ketaman, uzog'i 50 minutda chiqib ketaman. Tapil, mana bo'ldi, hashagini soldim, qutuldim. To'g'ri aytasiz. Bu tugadi buni ishi. Endi shu bilan bu mollar yotib, damini ashib yeb, damini uxlasa semiradi. Damini olsa bu semiradi. Hayvonga endi semirtirishdi, yaxshi bunaqa foyda qanaqa qilib bo'lmayapti deyishyapti. Ham yurtlar, ham qishloqlar, obunachilar kuzatib borayotganlar. Ko'p aytyapman, 3 ta videoim bo'lsa, 3 ham aytdim. Molni rejimga qo'ymasalar, mol 50% o'zgaradi. To'g'risi, molni rejimga qo'yinglar. Ertalab nechida vaqtlaring bo'ladi? Mana shu molni 3 oy boqaman deb boyladingizmi? Bittami, 10 tami? 3 oy boqaman deb niyat qildingizmi? Boyladingizmi? O'sha boylagan kuningiz rejimingizni tuzing. Ertalab nechida har kuni 3 oy kuni, 3 oy o'sha vaqtda ya o'zingiz yo bitta odam bo'lishini hisobini oling. 5 mi, 6 mi, 7 mi soat qizig'i yo'q. Lekin hozirgi sharoitda 5 dan 7 gacha. Undan keyin undan erta misol undan kech o'tib ketadi. Kechasi uzoq. Bitta vaqtni topingda, ertalab 6 da har kuni men bo'sh bo'laman, 6 dan ishga ketaman. 6 da yemni bering. Ye bo'ldimi suvni bering. Orqasida o'tni berib, tan tozalab ishingizga boravering bemalol. Kechqurun ishdan nechida keladi? Men misol uchun 7 da ishdan kelaman, 6:30 yetib kelaman. 7 ga qo'yib qo'yaman. 7 da kelaman. Bo'ldi. Ya 5 da kelaman, 5:30 kelib, suvashni almashtirib chiqib hayvon qilaman. Kechki tarafdan o'sha ishdan keladigan vaqtimiz uzog'i 8 gacha. Hozir sharoitda endi ob-havo mashqimizda 8 gacha bitta vaqt qo'ying. O'sha vaqtda обязательно molni yetirib chiqargansiz, o'sha vaqtdan surmang. Yesin. Rejimi bitta soatda bo'lsin ekan. Bitta soat bo'lsin. Mana qarang, 6 da yem berdingiz. Mana shu 6 ga vaqtingiz bo'ldi sizda, misol uchun deylik, 6 da bir oy yem berdingiz. Kechqurun 5 da yo'qsa 7 da yo'qsa 6 da beryapsiz. Sizni qo'lingiz tegmay qolib, bir kun 6 dan 5 minut o'tganda berdingiz. Mana shu molga hozir mana shu mol 2 kilo yeyapti-da, 2,5 kiloga yetib chiqdi mana. 20 kun bo'ldi-da, narigi eski molimiz chiqib bular kirganiga. Mana shu molni yemini hozir 2 kiloga olib chiqibdi. Mana shu 2 kilo bergan yemim hammasi go'ng 6 dan 5 minut o'tganda so'sam. Mana 7 da qarang, mana 6 dan 5 minut o'tganda so'sam go'ngga aylandi, bo'ldi. Tushunarli. Sababi bu har kuni mana nechta molimiz bo'lsa ham biznikida razniya qiladi. Misol uchun mashidan boshladim, 6 da birinchi molga solgan bo'lsam, ho'l molga 6 dan 5 minut o'tganda yetib boradi. Chunki men idishda o'lchab solaman. To'g'ri. Ho'l mollarga 6-10larda yetib boradi. Narigi tarafdagilarga 6-10lar. Har kuni mana shu bitta joydan boshlayman. Mana shu birinchi mana shu molga solganman, mana shu moldan boshlayman. Tushunarli. Ana shunday borib, ana shunday chiqaman. Sababi minutiga o'ta qattiq e'tibor berish kerak. 5 minut, 2 minut o'tkazdingizmi bo'ldi. O'sha 2 kilo yemingizni 1 kilo 800 go'ng. Xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham. Tushunarli. Bermay qo'yaveramiz. Buni foydasi yo'q. Endi molda o'sha rejimda yaxshi qaralsa, mana shu aytib turgan oyiga misol uchun 800 ming so'mdan o'rtacha. Endi hozirgi sharoitda suluysimiz tugab qolib, ozina qimmatlab qolyapti-yu. Lekin
Bizga tushishi misol uchun 800 ming emas, 700 ming, 650 ming aylanib turibdi. Sizlar so'zdan kelib qolsa inshaalloh yaxshi bo'ladi. Mana shu berayotgan vaqtingizni to'shinlab bersangiz, o'sha 800 ming oyga bor, 3 oy bosadi 2 million 400 ming tashab ketadi. Bitta mol. Bitta mol. Demak, sabrli bo'lib, ashunday bo'lib. 10 ta moldan 28 million bemalol darom qilsa bo'ladi. 24 million bo'ladi. 24 million. Ha. E'tiboringizni berganlik bo'ladi. Molni yemni qanday qo'shib boraman deyishyapti. Mana shu bitta molni mayladingiz 250 kiloni. Men yemni hozir bir pasda yem tevasiga o'tib ko'rsataman. Bo'lmasa shu yemni o'shanda gaplashaylik. O'shanda gaplashamiz bo'lmasa. Demak, odamlar tushunmay qoladi. Hozir molga yem yetarli bo'layotgan, yetmayotganligini ko'rsataman. Mana vaqtingiz. Mana endi mana shu yerdan boshlaylik. Mana molni go'ngi mana bo'linib turibdi. Alohida bo'linib. Qattiq turibdi. Suzmadan ko'ra qattiqroq. Bu nima degani? Bu mol etib qoldi-da, mana ko'chib qoldi. Bu molga kam degan. Demak kam. Bu molga o'sha idishim bor. Idishdan sekin bittani ertalabkisiga qo'shadi. Tushunarli. 3 kun ertalab 3 ta yesa, kechqurun 2 tani yeb turadi. 3 kundan keyin ko'riladi. Uni go'ng suzma holatga kelsa, suzma bo'ladi. Yumshoq. Suzma holatga keladi. Shunday boraveradi. Yana sekin mol semirgan sari, baquvvatlashgan sari hali yemi kamayib boraveradi-da. Ijoddan yemi. Kechqurungusiga qo'shiladi keyin. Teppa-teng bo'ldi, ertalab kechqurun 3 tadan. 3 kunmi, 5 kunmi, 6 kunmi yeydi. Molga kamayayotgan bo'lsa yem, o'zi sekin go'ngi suzmadan qachishni boshlaydi. Demak, seni go'nging qachishni boshladi, kamayibdi, sen ertaqsanda yana ertalabkisiga bir qo'shiq bitta cho'michimda qo'shiladi. Endi har kim o'zini idishi bor, o'zi moslama bo'lsa kerak, endi jahamasini nima qilmaydi. Xullas, ozina qo'shiladi. Molni go'ngi yana holatiga keladi, endi. Molni yemni normalni yeyotgan, yemayotganini go'ngidan bilinadi, boshqa yerdan bilinmaydi. Tushunarli. Go'ngi gapirib berar ekan. Demak, molni organizmini boshqarib berib turadi, sizga ko'rsatib beradi. Suzma holatda turgan go'ng, hayvon, suzma chiqib turgan bo'lsa, hayvon yem normalni turadi. Qatsa kamayyapti, suyulsa ko'payyapti. Tushunarli. Endi suyulsa nima qilaman? Rejim buziladi deganlar. Suyulsa nima qilasiz? Bir mahalligisiniki. Misol uchun deylik 4 cho'mich berayotgan bo'lsa, bir cho'michini bir mahalligisini. Ertalabkisi, holan kechqurungisini olib qo'yib turasiz. Ertalabga 4 cho'mich, kechqurunga 4 cho'mich yeb qo'ysa suyulib ketdi. Qaysidir vaqtinikini bir cho'michini olib qo'yasiz 2-3 kunga. Sekin o'zi qotib oladi, joyiga kelib oladi. Normalniy bo'lib turadi. Yana sekin go'ng hali suzma holatdan qotqanda keyin qo'shadi. Keyin qo'shiladi. Balkim qandaydir bir issiqdan bir narsadandir sal suyulib qolishi mumkin. Ya qo'yilib qolgan bo'lsa, qo'shib qo'ygan bo'lsangiz, xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, o'shanday u yemda mo'l molga kuchlilik qilib deb shunday to'xtatib qo'yish emas. Tushunarli. Bir o'sha 4 cho'mich berayotgan bo'lsa, 1 cho'mich, 3 cho'mich yeyotgan bo'lsa, 1 cho'mich. Bir mahalligisiniki shuni kamaytirsangiz o'zi 2 kunda joyiga keladi. Tushunarli. Baligi oltin guyut masalasi o'sha aytildi, kattaligi. U ham 10 kungacha bir mahal. Ertalab uni berishdan oson narsa yo'q, uni bir hali qilishni kerak yo'q, muammo qilishdi. Misol uchun o'sha katta qoshda beradigan gavdali mol, kichkina qoshda qaysiga berayotgan bo'lsangiz o'lchamini aytdim. Ertalab ozina bir kasa kepakka u ziyon qilib qilib. Nahorga berib bersangiz, hali yemga qo'shilib qolmaydi-da. Bir kasa kepakka shunday oddiy kepakka shunday o'sha men aytgan rejadan solib turib, shunday solsangiz ovqatlanadi, ertalab birinchi yeb oladi. Vaqt o'tish kerak yo'q. Shunday uni yeb olgandan keyin yemini berib, suvini berib hashab berib ketaveradi. Demak tushunarli. Alohida o'sha kepak bilan berilaveradi, Tushunarli. Rejimda turibsa mana shu molni inshaalloh nasib qilsa yana birorta videoda chiqar, mana shu molni ko'ring. Son degan narsa yo'q, mana o'zingiz ko'ring. Molni ko'ryapsizlarmi? Qancha ozish keraksa ozgan. Bu molda qornini chiqayapti. Nimaga mana 20 kunga keldi. Bu mol kelganda bu qorin bu mol uchun ertak edi. Orzu bo'lgan. Sababi shu yurardi bechorani beli mashinaqa qo'yib to'lg'anib kelgan mol o'g'anda. Mana qiyshayib kelgan mol. Mana endi qorn birinchi hayvonni sekin qorni chiqadi. 5 kun, 10 kun, 20 kun. Ana undan keyin sondan boshlaysiz. Keyin sondan mana monomollar mana bildirib qolyapti-da bundan bir hafta razlistasi oladi. Bularda mana sonlari chiqib qoldi. Sonlari chiqib sekin to'lish boshladi. Bu mol semirmayapti, nima bo'lmayapti demak. Sabr bilan semirtiriladi. Sabr bilan, to'g'ri.
Hop, yana nima? Endi molxona haqida 3 video demayotganman endi. To'g'ri, endi molxona haqida molxona endi bilmayman endi. Hammaning o'z molxonasi bor, agar mabodo zarur desangiz, uni ham tushuntirib beraveramiz. Endi asosan nima desa bo'ladi, molxonada molni turadigan joyini so'rashyapti birinchi o'rinda. Kommentariyada o'qib qoldimda, turar joyi o'zi necha metr bo'lishi kerak, oxirgi balandligi qanday biz beryapmiz, to'kilib ketyapti, mollar chachib yuryapti tashqariga, pastga degan savollar kelib tushyapti-da. O'sha holatda ham birov yengil tushuntirib o'tib ketsak, xudo xolasa, keyin yem berishga, o yem tarafga o'tsak. Yem tarafga o'tadi. Xo'p, yaxshi, mayli. Uni ham tushuntirib. Yengil. Molda mana shu turar joyi 182. 182. Ha. 180 yoki 2 metr. U o'zini sharoitiga qarab, har kim o'zini kimnidir endi torroq holda turadi qollar 180, 160 qilsa ham bo'ladi, juda torayib ketadi. Juda torayib ketadi. Mol oyog'ini chuqurga cho'rib yuradi. 180 hadovoy. Hadovoy o'rtacha, yaxshi haligisi. 2 metr u ko'pchilikda, hali borchilikda imkoniyat zo'r. 180 qilinaversa, buni o'zimiz qurib bitdik, boshqa qildik, unda bunaqa qilib mol boqish, boshqa niyatimiz bo'lgani ichida boqmaganlikda, shuning uchun o'zimiz ham xatolar rosa ko'p ekan. Bu oma rosa qulay qilib qurganmiz mana şeylar yo'lakda go'ng toshida qolgan, go'ngni managa tashida qolgan. Go'ngxonalar. Mana 1-2 kunga to'plab turadigan sidixona, go'ngxonayda qilib yiqildi. Lekin xatolarimiz ko'p, xatolarni aytib chiqaman. Xatolar. Molaylarda yo'q xato, molaylarda ham yo'q. Xatolar qayda ketgan? Birinchi o'rinda mana demoxodda ketgan. Tepada. Ha, demoxod qo'yilmagan. Gazlanib ketdi, o'zi mana ko'rsataman, oldida o'zim ochib tashladim, iloji yo'q. Demoxod ham bo'lish kerak ekan. Demoxod bo'lganda ham 250 lik trubada bo'lish kerak ekan. Katta trubada. Shiperdan ham chiqarish kerak ekan. Men bir joyda ko'rdim. Mana shunda 200 har 3 metrga bittadan qo'yib ketibdi. Mana shu mol mana shega siya turgansa, mana shega o'rnatib ketibdi. 3 metrga bittadan. Mana 250 trubanida shiperdan ham o'tkazibdi, shunday poholda, shunday qilsam tortyapti-da. Mashallah. Bayda gaz yo'q, buna gazlanish yo'q. Endi molni to'kilyapti, chachilyapti degan. Molni oxiri mana polda aytaylik. Mana shu 65, 70. 65. Mana shu molni oyog'ini tadanachi 70 bo'lsa, o'ta zo'r bo'lar ekan. Endi mana molda baylayda ustun qo'ygan yerimiz mana 20 quyilgan. 20 quyilgan bay. 20. Endi hisoblab turing, 20. Oxirda ichini 50 qo'yganmiz. Yetadi deb. Sharoitimiz bor edi, joyimiz katta-yu. 50 dedik, bu ikkinchi xato. Truba demoxod qo'yilmagan birisi ikkinchi xato. Mana shu 20, bundan keyin mononi 50 emas, 70 qilish kerak ekan. 70. Uzunligini. Shunda mana bahraqa kelib ko'rsating, mana sheyda, mana shu 50 qo'yganimda, mashindan ketib, mana oxirda ichi tarafida shuni 70 qo'yganimda mono molmda kallasini ko'tarib, mana hozir hashahtalik. Kallasini ko'tarib, yem yeydi. 10 ta mol olsa 8 tasi kallasini ko'tarib-da, qismircha. Yem qimmat. Yem qimmat. Moloni ko'tarib, managa tashlaydi-da. Yerga tashlaydi. Men uni shipirib to'plab har kuni ekma hal solishim kerak. Mana shu chiziqda oxirdan bag'idan 70 qo'yilsa mol tashalmas ekan. Ko'tarsa ham oxirdan ichiga tushadi. Ko'tarsa ham qaytib oxirga tushar ekan, yer ekan. Keyingi hatto mana oxirda ichini men 4 burchak qilib tashlayapman. Buni 4 burchak emas. Buni bunday latta ko'shatib suyruq qilish kerak ekan. Suyruq qilib, buni suyruq qilish. Uni yem to'kilib boshqa bo'lsa ham yana o'sha oldiga boraver ekan, latta bo'lsa. Mana shu variantlar qilib ketish kerak ekan. Demak, tushunadi. Molxona qurayotganlar demak o'sha narsaga e'tibor berib ketsa bo'ladi. 70 qilsa yerga to'kilmaydi. Yerga to'kilmaydi. Gap yo'q. Shaka tushasan kelaman. Endi mo'lo yem. Cho'p qolgan yemni ham tushuntirib qo'yaman. Biroq tushuntirib ketaylik yemni ham. Biz yem o'lchayda qolamiz. Buni ko'pchilik bu nima bizda yo'q. Bu oddiy ustalarda qumshuvoq qiladigan ustalarda. Rastorchachadagan cho'mich xolos. Bu nima ko'rsatyapsiz aka? Bizda yo'q. Qaydan topamiz deysiz? O'zmakdan topasiz buni. O'zmaklarda bor bundan. Buni mana bunday qolsam 800 gram yem oladi. Mana shu men hozir aytaman, men aralashtirgan yemni. Kasada solinardi. Kasada qo'ldan tushib ketaverib, sinaverib zerikkan. Shuning uchun buni plasmassa qilib olamiz. Plasmassa sinmaydi. Bu qiziq narsa emas bu. Tushunarli. Mana yem mana shu baxt keling-ku. Qani? Mana shu joyga men 200 kilo kunjorani yo'yaman. Ataylab mana edi 120 qilganman shu yemarlar. 200 kilo kunjorani yoyaman. 10 kunlik endi bizim oldiki. Har kim o'ziga. Masalan 200 kilo deyapman.
bitta ikkita moli bor. O'shanga qarab bunday kilosini kamaytirib olaveradi. Tushunarli. Qilib olaveradi. Bizda endi 10 kunga 200 kilo kunjara, 200 kilo kepak, 200 kilo makkani uni, 200 kilo chuluqa. Xorazmda chuluqa deydi, bizda chuluq deydi. Chuluq. Chigit po'chog'i. Ha. Xullas kalom hamma tushunadi qanday ketaylik. Mana shu chuluq 100 kilo, makkani uni 200 kilo, kunjara 200 kilo, kepak 200 kilo. Shuni shunday aralashtiraman. Mana shu holatga keladi. Ha. Mana shu holatga keladi. Endi qarab, ana shu holatga kelib turib, men mana shuni shunday qilib solsam, 800 gram. Birinchi kelgan molga 200 kilodan tepasiga 3 ga solib beraman. 3 cho'mich. Mana shundan 3 cho'mich berasiz. Ha. 3 cho'mich beraman. 3 cho'michdan boshlayman. O'zi sekin bir hafta 5 ga 6 ga o'tishni boshlagandan keyin hozir bir joyda hozir videoda oxirroqda nari tarafga o'tganimizni ko'rsatib ketaman. Bitta molga yem ko'plik qildi-da, bir haftalik molga 3 cho'mich ko'plik qildi. Nima va ahali gapni isboti. Suzma holat, suyuq holat dedimi? Tushunarli. Ashini 3 cho'michdan boshlayman. Mana shunda sekin mana shu mollar yangi keldi-da, bir haftalik qo'rg'olar sanadi. Mana. Mana ular bir 10 kundan o'tgani, ular bir 20 kunga o'tgani. Ashunday holatda beriladi yemni, aralashtiriladi. Bu bizning o'zimizda taktikamiz. Mana shunday qilib beryapmiz, shu 800 ming qolgan. Daromad olyapsiz. Keladigan bo'lsa, hozir silos yangi sotib oldik, qimmatroqda endi hozir. Qimmat, to'g'ri. Mana shu bitta kichkina aravamiz bor-ku, bir g'ildiroq. Ana shu aravada bos bir aravani olib kirib shayga shunday to'kaman. Mana shunday bitta qizil tog'ora bor. U yerda qo'yxona tarafda bolalar ishlatyapti. Mana shu tog'orada bitta qizil tog'orada somon, drabilkadan chiqaraman, somonni maydalab. Somonni. So'ng biz 6 arava tashlaymiz, 6 ta tog'orada somon tashlab aralashtiramiz mana. Zo'r holatga keladi. Nimaga aralashtirasan? Somonda alohida ham yuradi aralashtirmasan. Sulosda ham yuradi. To'g'ri. Bunda mana o'ta zo'r haligi borki mana. Mana shuni sulos nam bo'ladi. Mana. Shuni mana ertalab beradiganimni kechqurun aralashtiraman. Mana somonni qarang, yumshoq bo'lib qolganini ko'ryapsizmi? Haligi mana uni sulosda nami bilan mana somon mayin bo'ladi-yu, drabilkadan. Yumshoq bo'lib qoladi. Mana mol o't solingan o'xir mana yemini o'tini yeb bo'ldi. O'xirda qaranda cho'pagan yo'q. Chiroyli qilib tozalab qo'yibdi. O'zi. Nimaga? Ash somon ham silosi bilan birga namini tortib yumshoq oladi. Mol suyib yeydi. Mol tez yetiladi qani. Shunday kelganda shunday ovqat sog'lig'i bilan tapa tez yegan mol tez yetiladi. Sekin yidaqa molni ilosini boricha almashtirib olavergan yaxshi. O'zi sog'lom, lekin sekin yesa u molni et olish qiyin. Et olish qiyin bo'ladi, ha, tushunarli. Molga shunday yemni soldingizmi, ozmi, ko'pmi, hashaq soldingizmi, tas tez yegan mol 3 oyga yetib bormaydi, 2 oyda yaxshi chiqib ketadi. 2 oyda yetiladi. Sekin yegan mol 3 oydan ham o'tib ketadi. Tushunarli. Hamma narsadan Xudo xolasa tushunaman. Mana men o'zim o'sha demo xotda aytay mana. Hali qo'lim tegadi turib qo'yishga ataylar ochib tashlagaman, gazlanib ketadi. Qishda endi baylar to'silgandan keyin gazlanadi. Ochib tashladim, xato qilganimiz uchun. Tushunarli. Mana yangi mollar uchun hali go'ngiz bu holatda kelmagan bo'lar. Mana shu hayvon 250 kilo mana shu hayvon. 250 kilo tirik bor. Lekin mana shu mana go'ngni ko'rdingizmi? Suyuq ekan. Mana shu ko'p. Mana shu hayvonga ko'plik qilyapti. Bu hayvonga demak ko'plik qilyapti. Shayda shuncha hayvon ichida mana shuni ko'plik qilyapti. Bunikini bir mahal ozaytiriladi. Tushunarli. Ana reja, ana shunday bir xilda rejimda tursangiz, Xudo xolasa inshaalloh foydani ash biz aytayotgan foydani ko'rasiz. U keragi yo'q. Sen falon foyda ko'ryapsan, sen haliginingni ko'taryapsan deb yozmandan iltimos. Faqat menga hech qanaqa bayda naf yo'q bu video qilish, bir o'zimni ko'rsatish ham niyatim yo'q. Meni vaqtim yo'q bu narsalarga. To'g'ri aytasiz. Akalar, ukalar iltimos. Har kim o'ziga kerakli ma'lumot chiqqan bo'lsa, rahmat desin. Sizga bitta like bossin. Bo'ldi. Boshqa hech bora so'ramaymiz biz. Yashang, lekin nimaiki tushunmagan yoki bir o'ziga bir kerakli savoli bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yishaversin. O'qib, mana nariginga ham javob qaytarib qo'yyapti. Ora-orada men har kuni ko'rolmayman. To'g'ri. Misol uchun aka bizda bo'g'oz molga deb tushunishmagan ekan, bo'g'oz molga 6 kun degan ekan, bermaydi. Ittalab kechqurun 2 mahal ovqat yeydi olasiz, mol yotaveradimi deb yozishgan ekan. Yetadi, ba'zi men katta harfda yozaman. Men yozayotgan harflarni bunday ko'rsalar o'zi savoliga javobga yozganimdan ham bilinadi. Katta harfda yozaman. Tushunarli. Katta harfda yozaman, o'sha o'zimizni ilgarigi yozuvimizni yozamiz. 83-yildan biz lotin tiliga o'tmagansizlar, gap. Lotin tilini o'qishga ham qiynalamiz. Hop,
xullas katta harfda javob qaytarib qo'yiraman. Tushundim. Rosa tushunmaganlari bo'lsa, xullas o'zi uchun, foydasi uchun savoli bor odamlar bemalol. Bemalol savolni xudo xolasa kommentariyada berishadi. Inshaalloh siz bilan bir o'sha hamma savollarni jamlab chiqarishga harakat qilamiz. Yana bir bor. Yana bir agar savollar yaxshi, ko'proq savollar bo'lgan bo'lsa, yana bir marta chiqarib beraveramiz. Inshaalloh. 20 minutdir, yarim soatdir foydamiz kelganiga xursandmiz. Hop. Har qanaqa savol bo'lsa yozib qo'yishaveradi bemalol. Hop. Tushunarli. Uni so'kish kerak, bir 3-4 kishi palandi, pistandi, telefon nomeringda boshimga ur degan yozuvlarni ham o'qidim. To'g'ri. To'g'ri tushuninglar. Ertalab 7 da ishga ketaman, kechqurun 6:30 da kelaman. Men bir yerda ishlab turganim telefon. Mana O'zbekistonda necha mingta odam bor, sizga necha mingta odam ko'radi. To'g'ri. Siz ertalab bo'lsiz 8 da, u 8 dan 3 minut o'tganda bo'sh, ona 8:30 da bo'sh. Ha, shuncha odamni hamma ochiqdan telefon qilsa, men qachon ishlayman? To'g'ri aytasiz. Shuning uchun telefon nomerini qo'ymayapmiz, to'g'ri tushuninglar. Qishki sezonda, misol uchun, xudo xolasa qishda video chiqaradigan bo'lsa, telefon nomerini qo'yib bemalol qilaveramiz. Shu 6-ga qo'yganmiz. Qishida har qancha telefon kelsa, javob berishga imkonimiz bor. Yozda endi sezon, hammamizga ham tirashlik, oilamiz bor. Shuning uchun telefon nomerini yozmayapmiz. Mashetini kechirishsa bo'ldi. Gap yo'q. Umringizdan baraka toping. Agar xudo xolasa baraka. Baraka, sizga ham baraka aka. Bugungi syomkamiz inshaalloh foydali bo'ldi aka. Qadrli obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz, xudo xolasa bugungi syomkamiz mana shu joyda inshaalloh sizlar bilan yakunlaymiz. Mabodo savollaring bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga izoh qilib qoldiringlar. Akamizni o'zlari javob berishadi. Mabodo javob berilmagan bo'lsa, inshaalloh hamma kommentariyalar o'qiladi. O'qilib, alohida yana inshaalloh akamiz o'zlaridan yana savollarga yanada to'liq ma'lumotlar olishga harakat qilamiz. Hozir obunachilarimiz o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat hammaga.